Assalomu alaykum. Azizlar, bugun sizlar bilan Hindiston safarim haqida o'rtoqlashmoqchiman. Toshkent Islom Karimov nomidagi xalqaro aeroportidan 3 soatlik parvozdan so'ng Dehli shahridagi Hindistonning birinchi bosh vaziri Indira Gandi sharafiga nomlangan xalqaro aeroportga kelib tushdik. Hindiston tibbiy turizmi bilan mashhurdir, chunki arzon narxlar va zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlangan klinikalar, yuqori sifatli tibbiy xizmatlar boshqa davlatlardan ajralib turadi. Tashrifdan ko'zlagan maqsadimiz hindistonlik hamkasblarimiz bilan o'zaro onkologiya bo'yicha Hindistonning eng nufuzli Medanta, Artemis, Fortis, Memorial tadqiqot instituti, Modern diagnostika va tadqiqot markazlarida o'z bilim va malakalarimni yangilash va yaxshilash, onkologiya sohasida hamkorlik qilish edi. Hindiston o'zini zamonaviy tibbiyoti juda rivojlanganligi va jahon standartlariga mos keluvchi shifoxonalar juda ko'pligi bilan ajralib turadi. Tashrifimizda xalqaro standartlarga mos va bir necha xalqaro sertifikatlarga ega Medanta klinikasidan boshladik. Bu klinika Hindistonning Gurgaon shahrida joylashgan zamonaviy tibbiy markaz bo'lib, 2009-yil tashkil etilgan. Unda yuqori malakali shifokorlar, zamonaviy tibbiy uskunalar va tibbiy xizmatlar yaxshi tashkillashtirilgan. Bu yerda menga ustozlik qilgan doktor-onkolog Devendra Sharma bo'ldilar. Klinikada turli xil tibbiy yo'nalishlar mavjud ekan, jumladan onkologiya, ilik ko'chirish, transplantologiya, kardiologiya, neyroxirurgiya, ortopediya, ginekologiya va reproduktiv tibbiyot kabi ko'plab sohalarga ixtisoslashgan. Klinikada yuqori darajadagi tashxis va davolash uchun zamonaviy uskunalardan foydalaniladi. Bemorlarga individual yondashuv bilan xizmat ko'rsatiladi. Klinikada statsionar va ambulator xizmatlar, shifokorlarning maslahatlari va reabilitatsiya dasturlari mavjud. Medanta klinikasida xorijiy bemorlar uchun ham tarjimon xizmatlari bor. Ularga turli tillarda shifokorlar bilan bog'lanish va tushuntirish imkoniyatlari mavjud. Ikkinchi tanishgan va malakamizni oshirgan klinika GC sertifikatiga ega Artemis klinikasi bo'ldi. Bu klinikada ustozlik qilgan doktor, onkolog, ximioterapevt Mukesh Patikar bo'ldilar. Artemis klinikasi Hindistonning Gurgaon shahrida joylashgan zamonaviy tibbiy muassasa bo'lib, 2007-yil tashkil etilgan. U yirik xususiy tibbiy markazlardan biri hisoblanadi va turli soha bo'yicha yo'nalishlarga ega. Asosiy ma'lumotlarni aytib o'tadigan bo'lsam, bu yerda barcha turdagi jarrohlik operatsiyalari, transplantatsiya, ilik ko'chirish, onkologiya, kardioxirurgiya, ortopediya, neyroxirurgiya va reabilitatsiya xizmatlari yaxshi tashkillashtirilgan. Klinika zamonaviy tibbiy uskunalar bilan ta'minlangan bo'lib, yuqori sifatli tibbiy xizmatni ta'minlaydi. Artemis klinikasida yuqori malakaga ega shifokorlar va mutaxassislar ishlaydi. Ular xalqaro darajadagi tajribaga egadir. Klinika xorijiy bemorlarga ham sifatli xizmat ko'rsatadi, shuningdek turli mamlakatlardagi bemorlarni qabul qilish uchun maxsus dasturlarga ega. Bemorlar uchun qulaylik yaratish maqsadida onlayn konsultatsiyalar hamda telefon orqali murojaat qilish imkoniyatlari mavjud. Artemis klinikasida zamonaviy gibrid angiograf uskunalari orqali Venosport tizimi va PICC-Line kateterlari o'rnatish haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Bu port tizimi uzoq muddat, oylab, yillab uzluksiz parenteral, ya'ni tomir ichi muolajalar oladigan bemorlarga tomirlarga inyeksiyon muolajalar uchun o'rnatiladi. Hindistonda onkologik kasalliklarni davolash sohasida anchagina yaxshi tajribaga ega. Onkologiyada eng aniq tashxis qo'yishga va kimyoterapiya effektini aniqlashga qaratilgan tekshirish usuli bu PET usulidir. Ya'ni bu zamonaviy pozitron emission tomograf apparati haqida yangi ma'lumotlarga ega bo'ldik. Juda murakkab amaliyotlar muvaffaqiyatli bajarilgan. Bemorlarda kam invaziv, yuqori texnologik operatsiya, ya'ni kesmasdan mikroto'lqinli va krioablatsiya amaliyotlarini o'tkazishlari haqida ma'lumotga ega bo'ldim.
O'smalarni dorilar bilan ximiyoterapiya va targit davolar samarali natijalarga erishilgani aytildi. Ximiyoterapiya va targit davolarni turli xil sxemalar bilan belgilash, asoratsiz o'tkazish, ximiyoterapiyadan keyingi asoratlarni davolash, simptomatik davolar haqida ma'lumotlarga ega bo'ldim. Safarimiz yakunida Agra shahrida ajdodlarimiz qurdirgan 7 mo'jizani biri Toj Mahal ziyorati bilan yakunladik. Safarimizni tashkillashtirishga yordam bergan Hindiston xususiy Veramet sog'liqni saqlash muammolari direktori Farhad Pasha, homiymiz Diyarov Maqsud akamizga alohida rahmat aytamiz. Keyingi safarimizni ham tez orada rejalashtirib, yanada mukammal bilim olishni dilimizga tugib qo'ydik. Barchangizga mustahkam sog'lik tilab qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat.